dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay, yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay, yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham birlashaylik, O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik, O'zbekiston yoshlari. Shahrsaroy tumani Turkiston yurtumining o'qituvchilari va o'quvchilari kelib, xonadonimizga kamchiliklar bartaraf etib berishdi. Katta rahmat o'quvchilarga. Men Do'qchi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Elboyev Qahramonman. Hududimizda joylashgan Shahrsaroy tumani Do'qchi mufida joylashgan 3-sonli texnikum o'qituvchi va usta ta'lim ustalari borib, Do'qchi mufidagi 2-guruh nogironi bo'lgan Rahmonov Zafar akaning xonadonida elektr va montaj ishlarini bir kasb va bir yaxshilik tamoyili ostida amalga oshirib berishdi. Biz bundan minnatdormiz.